Nima uchun biz umumiy qon qarindoshlarimizni unutdik? Agar biz bugungi kundagi jahon mojarolari xaritasiga diqqat bilan va xolis nazar tashlasak, dahshatli va chuqur bir qonuniyatni ko'ramiz. Asrlar davomida eng shafqatsiz va qonli urushlar begona insonlar o'rtasida emas, balki aynan aka-ukalar va amaki-vachchalar o'rtasida sodir bo'lmoqda. Bu bizning umumiy ajdodimiz Nuh alayhisalomdan boshlangan 3 ta asosiy shajaraning har biri ichida yuz berayotgan ulkan fojiadir. Som shajarasi biz yahudiylar va arablar o'rtasidagi abadiy va og'riqli adovatni ko'rmoqdamiz. Bu shunchaki siyosiy mojaro emas. Bu bitta oila ichidagi chuqur jarohat. Otasi Ibrohim alayhisalom bo'lgan tug'ishgan aka-ukalar Ishoq va Ismoilning bevosita avlodlari o'rtasidagi urushdir. Bir qon, bir ildiz, ammo bo'lingan qalblar. Xom shajarasi. Bu shajarada ham ichki nizolar tinmayapti. Biz Afrika xalqlari o'rtasidagi cheksiz fuqarolik urushlari va mojarolarini, Janubiy Osiyoda va qadimgi sivilizatsiya avlodlari orasidagi tortishuvlarni ko'rmoqdamiz. Bir vaqtlar insoniyatning eng buyuk yodgorliklarini birgalikda qurgan va yer sirlarini egallaganlar bugun o'zlarining buyuk qarindoshliklarini unutib, bor kuchlarini ichki janjallarga va chegaralar uchun kurashishga sarflamoqdalar. Yofas shajarasi. Bugungi kunda eng ko'p sonli bo'lgan ushbu shajara ham ichki qarama-qarshiliklardan azob chekmoqda. Biz Slavyan xalqlari o'rtasidagi fojiali urushlarni ko'rmoqdamiz. Bu yerda aka-ukaga qarshi bormoqda. Biz Hindiston va Pokiston o'rtasidagi ko'p yillik adovatlarni ko'rmoqdamiz. Biz Sharqiy Osiyodagi eng og'ir mojarolarni, jumladan Uyg'urlar va Xitoylar fojiasini, shuningdek Turkiy aka-ukalar o'rtasidagi ushbu kelishmovchiliklarni ko'rmoqdamiz. Ularning barchasi bitta ota, Yofasning qonuniy farzandlaridir, ammo soxta mafkuralar bilan bir-birlaridan ayirib qo'yilgan. Nima uchun bunday bo'lmoqda? Javob osmonda yashiringan. Insoniyat o'zining haqiqiy mo'ljallarini yo'qotdi. Haqiqiy osmonni tark etib, tashqaridan majburlab tiqishtirilgan soxta taqvimlar va o'zgalarning qoidalari asosida yashashni boshlagan kundanoq ildizlarimiz bilan aloqa uzilgan. Shunda bizni boshqarish va bir daraxtning shoxlarini bir-biriga qarshi qayrash ham oson bo'lgan. Yusuf alayhisalom qissasi bizga buyuk bir dars sifatida berilgan. Yusuf alayhisalom o'zining tug'ishgan aka-ukalari tomonidan sotilgan, unga sotqinlik qilishgan va qul qilib ham berib yuborishgan. Ammo u kishi o'z donoliklari hamda ilohiy belgilarni va samoviy davriylarni o'qish qobiliyatlari tufayli shaxsiygina qudratlaridan baland kela olganlar, ko'tarila olganlar. U kishi nafaqat aka-ukalarini kechirganlar, balki butun shajarani muqarrar halokatdan saqlab qolganlar. astroplatforma.chingiza.com saytida bizning missiyamiz shunchaki yulduzlarni hisoblashdan yuqoriroqdir. Biz insonlarga ularning umumiy haqiqiy osmonini qaytarmoqdamiz. Haqiqiy osmon prizmasi orqali o'z natal kartangizni ko'rganingizda anglab yetasizki, yaratuvchining buyuk rejasida bu ma'nosiz adovatga o'rin yo'q. Shajaralarimiz ichidagi urushlarni to'xtatish va Nuh alayhisalomning vasiyat qilgan o'sha birlikka va aniqlikka qaytish vaqti keldi. Sizning kartangiz bu o'zingiz bilan, o'z qoningiz va butun insoniyat bilan tinchlikda yashash uchun shaxsiy yo'lingizdir.